hurmatli yosh o'yinimiz qatnashchilari. Kimda savol bo'lsa ayting, savolingiz bormi? Hozir tushunchani beraman. Biroz hammaga tushuncha beraman. Keyin savol-javobni oxirida qilamiz, ha? Takliflar bo'lsa, savollar bo'lsa, murojaat bo'lsa, bemalol qarshi olamiz. Ijtimoiy yo'nalishlar bo'yicha mahallalarda hozir kilit ajratilyapti. Asosan bizda shu mahalla bankerlari, mahalla agentlari degan shtablarimiz tashkil etilgan. Har bitta mahallaga bittadan agent, har 4 ta mahallaga bittadan banker yollaganmiz. Shtat biriktirilgan. Bu xodimlarimiz nima ish qiladi? Mahallalarda nima ish qiladi? Mahallalarda shu ishsiz fuqarolar ish bilan ta'minlaydi birinchi o'rinda. Daromadini oshiradi, tomorqasini nazorat qiladi, nima ekadi, nima qiladi, shu tomorqadan qanday daromad oladi, shu masalalar bo'yicha tushunchalar beradi. Keyin oxirgi o'zimizning haqiqiy ishimiz kredit ajratish. Kreditga loyihatligi, kreditga muhtojligi bo'lsa, kreditga talabi bo'lsa, kredit beramiz. Qanday bo'ladi? Ishsizlarga beramiz. Oxirgi 2 oy mobaynida ishsiz bo'lgan fuqarolarga 7 bo'yicha mahalla loyihasi bo'yicha kreditlarimiz. Mahalla loyihasi kreditlari 50 million so'mgacha jismoniy shaxslarga shaxsiy ehtiyoj uchun ishlatish uchun o'zini maqsadi bilan beramiz. Issiqxona, parrandachilik, chorvachilik, asalarichilik, yo'lsa duradgorlik, o'zini qanday bir band qilmoqchi bo'lsa, o'zini o'zi band qilib, shu 50 million so'mgacha kafillik asosida beriladi 5 yilgacha. 24 oy imtiyozli davrida. Endi bunda yana imtiyoz bo'lgan ayollarga 2% imtiyoz, ya'ni 23% da beriladi ayollarga. Biznesga ko'mayga 17 million so'mlik. Bu ham kafillik sug'urta asosida beriladi. Bu ham 4 yilgacha 6 oy imtiyoz davri bilan 25% erkaklarga, ayollarga 2% imtiyozli bilan 23%. Sug'urta polis va kafillik asosida beriladi. Muomala loyihatiga ega oxirgi 2 oyda rasmiy ishsiz bo'lgan fuqarolarga beriladi. Biznesga bir qadam 5 million so'mgacha bu sug'urta polisiga asosan beriladi. 12 oy muddatga beriladi. Imtiyozli davri yo'q. Bu ham o'sha oxirgi 2 oyda ishsiz bo'lgan fuqarolarga beriladi. Keyin yuridik shaxslarimizga, tadbirkorlarga, katta tadbirkorlar, bog'chalar, o'zini o'zi himoya o'ziga